Moskvada yurgan aka-ukalar sroshni bu videoni tarqatib qo'yinglar, bir-biringlarga o'zbek, tojik, qirg'iz juda ham hushyor bo'linglar. Taksi meni yurgan aka-ukalar resterga tushib qolganlar. Hozirda juda ko'pchilik shu resterga tushib qolsa, taksida yursam bemalol bir joydan bir joyga borib olaman deb turib o'ylayapti. Lekin hozir taksilarni to'xtatib ichidagi zakaz qilgan odamlarni ham tekshiryapti. Mana o'zingizlar ko'rib guvohi bo'layapsizlar, do'stlar. Ayamasdan hammasini tekshiryapti. Resterga tushganlarni sirazi avtobusga tiqyapti. Mana o'zingizlar guvohi bo'layapsizlar, do'stlar. Ogoh bo'linglar, hozirgi paytda resterga tushib qolgan bo'lsanglar yo dokumentinglar yo'q bo'ladigan bo'lsa, umuman ko'chaga chiqmay turinglar. Mana dahshat red ketyapti, do'stlar. Albatta bu videoga like bosinglar, bir-biringlarni ogohlantirish uchun videoni tarqatib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.